Damas mashina keldi. Bizlardan profilni kuzatib beradigan motorni ichi qorayib ketibdi. $56,000 yurib turibdi. Men shu qora kuyasini ketirib beramiz. Buga original emas may solib qo'yganda podelka may ya'ni. Endi buning ichining kuyugini ketirish uchun ana shu jet motor flash bilan yuvib beramiz. Azından BP Visco 7000 maydan qo'yib beramiz. Bularda yuvish bo'yicha eng yaxshi texnologiyalardan biri Kilian Guard texnologiyasi bor. Motorning ichini zavoddan chiqqanday taxlab beradi. Xizmatlarimizning garantiyalari bor. Kimda shunday muammolar bo'lib turgan bo'lsa, 90 bo'yida zamena masalada xizmatdamiz, kelaverasizlar.